Aka yarmini beraman deyapti. Bu falakat. Bursitni nima aka? Tosh deganmi? Prosta yo'l ustidagi toshni zamonshida bosib yuborganda, keyin uchib yaqin yurganiga ham uchib tepdi-da. Yo'l ustida qo'yapti toshni, nima qo'yapti desdi. Toshni bosding, to'g'rimi? Keyin bosilgan tosh uchib ketib, mana shu joyga tegib farani bafiri sindirdi. Birinchi menga tegdi, tegiga yana. Qars etib o'tib ketdim, keyin bu urmadi, bosib o'tib ketdi. Ishqilib orqadagi mashinaga tegmadimi davomimizda? Tosh aybdormi, sho'pir aybdormi, yo'l aybdormi? Qadarda bu nima qilamiz endi? Tosh chiqyapti, bosilyapti. Komment yozsa, qoidan zo'r biladiganlar. Xullas mashinadan toshni boshdi. Kim tosh usib, mana shu farani sindirdi-da. Nima qilish kerak bu vaziyatda? Yo, bo'ldi mana o'g'lim yozib oldi.